SSR paytida yangi yerni ochib o'zlashtirsangiz, rais kelib ko'rib qolsa, hammasini kolxozga topshirib yuborardi. Shunaqa raislar bo'lgan, SSRga sodiq, xalqni mulkini talon-taroj qiladigan odamlar bo'lgan. Keyinchalik tavba qilganlari ko'p endi mustaqil bo'lganimizdan keyin tavba qilib yaxshi yo'lga o'tgan. Lekin SSR payti shunaqa bo'lgan. Ajoyib bir narsa aytib beray. Taxminan 50 sotik yerga makajo'xori ekkan ekan otam. 3 kishi. Otam, o'g'illari Ismoil tog'am, kuyovlari Yo'ldoshoy pochcham. 3 kishi. Shunaqa mehnatkash bo'lganlar. Men ketmonlarni ko'rganman. Ketmonlari ko'tara olmaysiz-da. Ko'tarib olmaysiz ketmon, shunaqa katta ketmon. U paytda traktor yo eshak bilan kavlanadi, eshak bilan haydaladi yerlar. 50 sotik yerga makajo'xori ekkan ekanlarda, yaxshi pishilib yetilganda rais o'tib qopti. Ko'rganda ertaga 10 ta mardikor olib kellaringda makajo'xorini o'rib kolxozga topshirdilar. Ketgan. Bu gap Fayzulla otamga yetkazishgan. Ertaga sizni yeringizni makajo'xorisini kolxozga topshirgani odam kelar ekan deganda, otam shunaqami degan ekanlar. Choy ichib tog'amni chaqirib, o'g'illari Ismoil tog'amni, Yo'ldoshoy pochchamni chaqirib, eshakni bog'lab chiqishgan dalaga. Eshitganlari ertasiga, kechasi bilan 50 sotik yerdagi makajo'xorini o'rib, eshakka yuklab, uylariga tashib, atrofida bir qatordan makajo'xorini qoldirib, bir qator, ikki qatordan ichkaridagi 50 sotikni o'rib, ertalab bomdodda o'qib, chaylaga borib turib, choyi qo'yib, ichib o'tirgan ekanlar. Ertalab endi u kolxozchilar qachon keladi? Namoz o'qimaydi-ku ular. 9:10 da keladi. 9:10 da kelsa turibdi makajo'xori. 10 kishi. Bitta kirsa ichida hech narsa yo'q.